atroflarni ishlar jonga tegdim, yana bir mazza qilib yashay. Ya oğlum, bakın çaklıklarımı, ulan hep bulmamı olsun. Tog'day dadam bo'lsa, uylab qo'yasizda, nima qilyapsiz unda? Ya böyle oğul elini mahvoramız ne? Hishmat aka, men bu yoqdaman. Ya oğlum, sen çaklıklarımı? Ya dada, kelinishku. Benim ne? Aslında yok yine yenin. Dada, kulormay, uni jondan ortiq sevaman. Asalim, mahriga nima olib berasiz? Xohlagan narsangizni beraman. Faqat siz meniki bo'lsangiz bo'ldi. Boya kim boy var ağabey öyle ya. Hikmet eyinle kaçını ya. Doğru ki onu minini unutmuş ya. Dada. Tezroq pulni hal qilmasangiz bo'lmaydi. Bilish kerak. Laklaşı. Oğlum, rezillah ilini tanış kötü. Ne yavaş şeytanına. Evesini anlamadığına. Bizge zahmetliği binanı yapırıq. Selamünaleyküm. Ben senin o yer yeni. Yoğundan beri anasınamı. Oğlum, yapmaktan sorup durayım. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Zafar filiali Insight mikromaliyya tashkilotiga. Bizda 4 milliondan 100 milliongacha mikroqarz, 4 milliondan 300 milliongacha mikrokredit, garovli va garovsiz kreditlarimiz mavjud. Garovli kreditlarimizga tilla buyum, avtomashina, noturar joy qo'ysangiz bo'ladi. Ana oğlum, qulayliklarni o'raymi? Garovsiz kreditlarimizga yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun hamda sodiq mijozlarimiz uchun garovsiz kreditlarimiz mavjud. Ana oğlum, qo'shnini qo'ydik. 2017 pulni berdim. Endi elim bilan baxtliman. Dada, men ketdim. Voy, elimni oldi yo'q. Asalim, endi to'yimiz zo'r bo'ladi. To'yimizga general Lopez keladi. Sizga ishonaman. Amin. Qo'llarim baxtliman. Ana, yana, nima bo'lsin-da? Resolución por el nuevo milenio.